Assalomu alaykum. Bugungi videoyimda sizlar uchun oddiy suvdan tayyorlanadigan, judayam mazali, oralari yumshoq, ustilari qumir-qumir, har qavatlari ko'rinib turadigan qatlama retseptini bo'lishaman. Kanalimga obuna bo'lib, videoni kuzatishda davom etamiz. Xamirini boshlaymiz. Bizga yarim litr sovuq suv kerak bo'ladi, ya'ni bir kosa to'la quyib olishingizga bo'ladi. Bir osh qoshiq tuz soldim. Dro'jja solamiz. Ko'rganingizdek, choy qoshiqni uchida, ya'ni 4dan 1 qismida qilib dro'jja solib, aralashtirib olib, un solib, xamir qorishni boshlaymiz. Eslatib o'taman, dro'jjani ham ko'paytirib yubormaymiz. Ko'rsatilgandek choy qoshiqni uchida soldim. Sovuq suv quyishimizdan ham maqsad shu. Xamirimiz agar issiq suv bilan yoki iliq suv bilan qilsak, bilasiz, oshirma xamirga o'xshab oshib qoladi, nonga o'xshab ishib qolishi mumkin qatlamamiz. Shuning uchun ko'rsatilgandek sovuq suv ishlatib, dro'jjani ham nomiga solib xamir qordim. Menda hammasi bo'lib 850 gramm un sarflandi. Hammada har xil 800 grammdan 850 grammgacha sarflanishi mumkin. Unlarni sifatiga, naviga qarab miqdori ham ozgina o'zgarishi mumkin. Keraklicha ishlatib, xuddi shunaqa yumshoqqina xamir qorib olasiz. Xamirni 4 ta bo'lakka bo'lib, zuvolachalar yasab, ustini salofan bilan yopib, 20 minutga tindirib qo'yamiz. Ungacha ichiga xohishingizga qarab ko'katlaringiz bo'lsa, to'g'rab qo'yishingizga bo'ladi. Men ko'k piyozdan foydalandim. Agar xohlasangiz, oddiy piyozni to'g'rab solsangiz ham bo'ladi. Tingan zuvolachalarni un sepib yoyishni boshlaymiz. Iloji boricha yupqaroq qilib yoyishga harakat qilamiz. Mana videoda ko'rsatib o'tdim, yupqa qilib yoyib oldim. Lekin unaqa bir yirtilib ketadigan darajada yupqa yoymaymiz. Shu xamir ovqatlarga yoyganingizdek qilib yoyib olasiz. Endi margarin yoki saryog'imizni eritib olib, ichiga surib olamiz. Eslatib o'taman, saryog' yoki margarinimiz 80 yoki 80% dan baland bo'lishi kerak. Shunda qatlamalaringiz chiroyli o'xshab chiqadi. Menda hammasi bo'lib 330 gramm saryog' sarflandi. Shu eritib olgan saryog'imiz 4 ta zuvolachaga ham bemalol yetadi. Mana yaxshilab hamma joyiga bir xil qilib surib olib, to'g'rab olgan piyozimizni yoki ko'katlaringizni 4dan 1 qismini sepib chiqamiz. Qolgan zuvolalarni ham xuddi shunaqa qilib yoyib olib, ustma-ust taxlab margarin surib, piyozlarini ham sepib chiqamiz. Zuvolalarimizni keyingilari yana ham oson yoyiladi. Sababi xamir qanchalik ko'p tinsa, shunchalik chiroyli yoyiladi. Mana 3-zuvalani ham yoyib oldim. Agar margariningiz ustilari ozgina qochsa, gazga qo'yib, eritib, yana surishingizga bo'ladi. Oxirgi 4-xamirimizni ham yoyib olib, ustiga qolgan saryog'imizni hammasini quyib, bir xil qilib surib olamiz. Ko'katlarimizdan sepib, ozgina ustilari qotishini kutamiz. Qotganidan keyin shunaqa lentalarga kesib olamiz.
Lentalarni rulet shaklida o'rab chiqamiz. Kerakli kattalikka kelgunichon ustma-ust taxlab o'rab chiqaveramiz. Tovangizni katta kichikligiga qarab ruletlarni shaklini, ya'ni qatlamalarimizni katta kichikligini o'lchab olaveramiz. Judayam katta qilvormaymiz, chunki hali bu yoyiladi. Bo'lmasam qalin bo'lib ketadi. Mendagi kattaroq tova bo'lgani uchun kattaroq 6 dona qatlamalar hosil bo'ldi. Agar sizda kichikroq bo'lsa, 7 ta yoki 8 ta qatlamalar chiqadi. Mana shunaqa chiroyli har qavatlari ko'rinib turadigan qatlamalarning xamiri tayyor bo'ldi. Endi agar xamiringiz yumshab ketgan bo'lsa, salofanga o'rab 15 minutga muzxonaga qo'yib olishingizga bo'ladi. Ozgina qotirib olish uchun. Meniki ham ozgina yumshadi. Oshxonam issiqroq bo'lgani uchun 15 minutga muzxonaga qo'yib olamiz. Oradan 15 minut vaqt o'tdi. Qatlamalarni muzxonadan olib yoyishni boshladim. Siz ham qaraysiz. Ozgina sariyog'lari qotib olganidan keyin olib yoyaveramiz. Stolimizni ozgina unlab, mana ko'rganingizdek o'rtadan chekkalariga qarab yoyamiz. Shunda qatlari ko'rinib turadi, yopilib qolmaydi. Unni ham ko'p ishlatvormaymiz. Unni ko'p ishlatsak, qatlarini bekitib qo'yadi. Shuning uchun muzxonaga qo'yganimizning ham sababi shunda. Hammasini birdaniga men yoyib oldim. Ko'rganingizdek juda ham qalin ham yoymaymiz, yupqa ham bo'lib ketmasin. O'rtacha yoyib olib, tovani gazga qo'yib, yog' quyamiz. Yog'i ham ko'p quymaymiz. Yarim cho'michda quydim. Mendagi cho'mich kichikroq. Qatlamani solib, qovurishni boshlaymiz. Aylantirib turib qovuramiz. Agar o'rtasi ishib qolgandek bo'lsa, vilka sanchib, havosini chiqazib yuborsak, hamma joyi bir xil qizaradi. Olovni baland qilvormaymiz. Ustalari tez qizarib, oralari pishmay qolishi mumkin. O'rta olovda pishiramiz. Ikki tarafini aylantirib, qizargunicha pishirib olamiz. Menda video tezlashtirilgan, pishmay qoladi deb o'ylamang. Oralari ham yaxshi pishadi. Piyozli qatlama bo'lgani uchun tovada piyoz qoldiqlari chiqib qolishi mumkin. Tozalab olib tashlaymiz. Keyingi qatlamalar qorayib qolmasligi uchun. Xohishingizga qarab shu qatlamalarni ko'katlarsiz, ya'ni piyozlarsiz tayyorlashingiz ham bo'ladi. Bizanikilar piyozlini yaxshi ko'rishgani uchun men piyoz soldim. Xuddi shu usul bilan duxovkada tayyorlasangiz ham bo'ladi. Duxovkada pishirsangiz ham bo'ladi. Faqat dro'ja solmasdan tayyorlasangiz dietetskiy, ya'ni parhezbop qatlama bo'ladi. Oltita qatlamalarni ham hammasini xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz. Saharlikka hamda iftorlikka juda ham mazali yegulik bo'ladi. Oralarini ham bo'lib ko'rsataman. Juda ham mazali, katta kichik yoqadigan qatlamalar chiqadi. Albatta shu retseptim asosida tayyorlab ko'ring. Bugungi videom sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Sizlar uchun eng ishonchli, eng original retseptlarni joylab boraman. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoni tagida opisiyaniyada yozib qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.